Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. 2026-yilgi FIFA Jahon Chempionatining play-off bosqichida Avstraliya va Misr terma jamoalari o'zaro maydonga chiqadi. Uchrashuv AQShning Texas shtati Arlington shahridagi mashhur Dallas stadionida bo'lib o'tadi. O'yin AQShning mahalliy vaqti bilan 2026-yil 3-iyun kuni soat 13:00 da boshlanadi. O'zbekiston Toshkent vaqti bilan esa ushbu bahs 4-iyun kuni soat 23:00 dan boshlab tomosha qilishingiz mumkin. Avstraliya terma jamoasi tartibli himoyasi, jamoaviy o'yini va oxirigacha kurashishi bilan tanilgan. Ular play-off bosqichida ishonchli o'yinlari evaziga yetib kelishdi va navbatdagi bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritishni maqsad qilgan. Misr terma jamoasi esa texnik futboli, tezkor hujumlari va tajribali futbolchilari bilan ajralib turadi. Afrika vakillari bu uchrashuvda sensatsiya qayd etib, jahon chempionatidagi yurishini davom ettirish uchun bor kuchini ishga soladi. Har ikki jamoa uchun bu uchrashuv hal qiluvchi ahamiyatga ega. G'olib chorak final yo'llanmasi uchun kurashni davom ettiradi. Mag'lub jamoa esa musobaqani tark etadi. Shu sababli muxlislar keskin kurash, yuqori tezlik va murosasiz futbol kutmoqda. Sizningcha bu bahsda qaysi jamoa g'alaba qozonadi? Fikrlaringizni izohda yozib qoldiring.